qaynab ketyapti, og'riq bo'lyapti, menda gemoroy. Yo'q, ko'rsam stolda trishina bo'lib chiqadi. Gemoroy judayam spokойный hisoblanadi. U yashaveradi siz bilan birga. Qachonki mana bu holatga kelmaguncha yashaveradi. O'sha oxirgi stepin. Trishina har ichingiz kelganda, qotib qolganda shilinib, shu qon ketib, og'riq bilan bo'laveradi. Qayta shilinaveradi trishina, o'sha bitishi qiyin bo'ladi, keyin og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Biz shuni farqlab olaylik. Men sizga agar ruxsat bersangiz, bitta stolda ko'rardim. Mayli. Xo'sh, hozir stolda ko'rganimizda shu aytganimdek gemoroy bilan farqlab olishimiz kerak edi. Sizda trishina kuzatilyapti. Gemoroyga hali yetib bormadik. Bu trishinani men hozir sizga juda ham yaxshi licheniyasini yozib beraman. Oddiy licheniya bilan yaxshilab olsak bo'ladi. Biz mana bu holatga kelib qolmasligimiz kerak. Xo'p, bu holatga kelsak, yechimi faqat operatsiya bo'ladi xolos. Operatsiyasi ham juda ham bu nima deydi, og'irroq operatsiya o'tadi, chunki bizning yo'g'on ichagimiz bilan bitta tomir yurak bilan bog'langan bo'ladi-da. Agar shu tomirga tegib qo'ysa, o'shani hech narsa qila olmay qolamiz operatsiya davomida. Bu og'ir holatlarga olib keladi. Buni asorati agar gemoroyga o'tib ketsangiz, operatsiyasida nima desam ekan, oddiy qilib tushuntirganimda peshob ushlay olmasliklarga olib keladi. Chunki nervlar bilan juda ham yaxshi ta'minlangan. Nerv tolalarimizga tegib qo'yishlar bo'ladi. Operatsiya jarayonlarida juda ham operatsiyasi og'irroq, qiyinroq. Tuzalib ketamanmi? Tuzalib ketasiz. Hozirgi holatingizda agar biz yaxshi lecheniya qilsak, mana aytganimni vaqtida qilsangiz, tuzalib ketasiz. Chunki bu trishina qayta takrorlanadigan narsa. Men sizga hozir yozib beraman. Xohlang qatnang, sharoitingizga qarang. 5 kun. Xohlang uyda qiling, lekin qilishingiz shart. Familiya ismingizni aytasiz-a?